Zavtrak qilishni boshladim. Hozir mana bu yoqda men vaznimni qoldiraman. 400 gram vazn ketibdi. Hozir bir xil aytish mumkin. Voy kam-ku. Va ozmayapsizmi deb. Ozaman. Hammasi idealni ketyapti. Zo'r joyda ketyapti. Vazn to'xtab qoldi orada. Men yana yurib ketdim. Bir xillar mana shunaqa holatda o'zini boshqara olmay qoladi. Vazn to'xtab qolsa, stressga tushib boshlashadi. Voy, men vazn to'xtab qoldi. Voy, bu o'zim ozomas ekan. O'sha joy o'zida dietasini yasashadi. Ovqatlanish oyoq osmondan bo'lib ketadi. Chunki nimaga? Chunki taroziga chiqqanda vazn ko'rsatmadi-yu deyishadi. Lekin bu juda katta xato. Bizni texnika emasmiz-ku. Qizlar har doim qanaqa qilib vazn bir xil tashashimiz mumkin. Bizlar inson, bizani tanamiz. Bizani tanamizda har xil holatlar bo'ladi. Bu narsani hatto sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar. Qanaqa jarayonlar ketadi bizda yog' erish jarayonida. Masalan, boshida birinchi haftasida o'sha ozish boshlaganingizda suv ketgani hisobiga, tanangizdagi o'sha yig'ilgan ortiqcha suvli ketgani hisobiga zo'r ozib olasizlar. Keyingisida o'sha kamayadi. Bu tabiiy. Keyingisida o'sha yog'lar o'tgani hisobiga kamayadi. Keyingisi gormonlarimiz normaga tushish jarayonida, tanamiz moslashish jarayonida ham shunaqa holat bo'ladi. Keyingisi esa hayz davrida xohlaymizmi yo'qmi, tanamizda 2-3 kilo ortiqcha vazn bilan tarozida ko'rsatadi. Yana qanaqa vaziyatlar bor? Mushak massasi ketmaydi. Sog'lom ozayotgan bo'lsangiz, mushak massasi ushlanib qolgani hisobiga, yog' ketayotgani hisobiga tarozida uni katta farq ko'rsatmasligi mumkin. Hattoki mushak o'sish holatlari ham bor-da. Mushak ko'paygan holatida tarozida minus ko'rsatmaydi albatta, chunki yog'ni o'rnini mushak egallayapti-da. Hech qanaqa plyus yoki minus ko'rsatmaydi. Keyin yana bitta narsa, ichki yog', visceral yog' deyman-ku, aynan mana shu organlar atrofidagi yog'lar ketganda ham tarozi ko'rsatmaydi. Lekin abyomdan bundoq ko'rganinglarda belinglar ingichka bo'lib, kiyiminglar chiroyli turib, shunaqa holatlar kuzatiladi. Mana bu haqiqiy ozish hisoblanadi. Shuning uchun ham ozayotganinglarda shoshmanglar. Bir oyda 20 kilo ozaman deb boqmalar qilib tashamanglar. Haftada 1 kilo ozsanglar ham katta gap. Albatta tabiiy ozish kerak. Nima deydi, yog' hisobiga ozish kerak, lekin juda ko'pchiliklar nima qilishadi? Mushak hisobiga ozib qo'yishadi va bu tana uchun katta yo'qotish. Mushak hisobiga ozganingizdan keyin 2 baravar, 3 baravar ham semirib ketasiz. Aynan siz o'sha qilayotgan dietangizni to'xtatganingizdan keyin. Shu sabab ayollarimizda hali juda ko'pda kamchilik, xatolar juda ham ko'p. Shu sabab hozir men sizlarga link qoldiraman. Ertaga xudo xolasa primoy efirda yanada to'liq men darslikda tushuntirib o'taman. Albatta ko'ringlar, qatnashinglar. Unda juda ko'p ma'lumotlar beraman. Hozir istoriyada unaqa ko'p ma'lumot bera olmayman-da. Qisqa-qisqa-yu, shuning uchun ham albatta master klassga tezda ro'yxatdan o'tib qatnashib olinglar. U yoqda vobshe zo'r ma'lumotlarni beraman.